sheyani patashka qilib qilamiz biz. Sheyani tonki cho'tki qilib. Yog'liroq bo'lsa olib tashlasangiz bo'ladi. Yog'ni ham olamiz. Sheyani tagidan yog'larni kamaytiramiz mayli. Mana shu kontur bo'yicha tepaga. Iloji boricha ma'lumotlarim mani zaklajivать qilishga. Da, uni tekislatamiz. Uni tagidan otsipirovka qilgan paytda tekislashadi. Mana bu sochni qoldirishimiz kerak-da. Mana bu bizga kerak bu. Tushunding? Lekin bu yoq tomondan chandiqni olish kerak. Buni olmasa bo'lmaydi. Mana bu dahanni выраженный qilib chiqarishni aytyapti bu kishi. Chunki bu yerda razrezi bor-da, chandiq tortyapti. Natijani uni qo'yaveramiz. Uni qo'yvergandan keyin bu yerga filler bilan to'ldirib dahanni chotki formasini bersa bo'ladi. Agar axloq razrezning shu joylaridan bo'lsa